Do'stlar, barchalarga assalomu alaykum. Sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugungi video roligimiz juda ham ajoyib bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Do'stlar, bugungi video roligimizda shina montaj. Nima degani bu shina montaj? Avtomobil balonlaridan sizlarga grusha yasaymiz. Mishok, boks qopi o'zbekchasiga shunaqa yasaymiz. Sizlarga ulashmoqchi bo'ldim. O'zim uchun yasadim va sotuvga ham chiqadi, xudo xolasa. Olmoqchi bo'lganlar, zakaz qilmoqchi bo'lganlar zakaz qilishingiz mumkin. Do'stlar, qani ketdik bo'lmasa. Mushogimiz ham tayyor bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha endi bizga shunaqa eski balon kerak bo'ladi. Organizatsiya shina montajlarga borsanglar beradi. Bekarga ham beradi. 4 ta shpilka olasizlar.
chiqdi 10lik. Keyin mana bu narsadan olasizlar. Menda boshqa narsa topilmadi. Eng zo'ri shu devodi materialdan shunaqa narsa ekan. Mashinalarga ishlanar ekan bu. Endi tagiga shayba qo'yganman. Mana katta shaybadan qo'yganman. Kichikroq qo'ysam bo'laveradi. O'ta kattasini qo'yib olib almashtirishim mumkin. Har bittasini teshasizlar. Keyin albatta mana ekan. Shayba bilan kelyapti. Shayba bilan yakalaysizlar. Xo'las do'stlar, chiroyli chiqadi, hozir bitkazib ko'rsataman. Iloji bo'lsa, sizlar to'rtta bir xil komplekt tiklaylar. Yoki mo'lchi bo'lsanglar. Shunda chiroyli chiqadi. Menda hozir har xil balonlik uchun ozgina notekislik bor. Lekin sekin tushib ketadi o'rniga. Notekislik qilyapti. Videoda ko'rsatib davom etaman do'stlar. Do'stlar, mana grushamiz ham tayyor bo'ldi. Mana oddiy uy sharoitda ham iplab qo'ysa bo'ladi. Hozir balonlarimiz ozgina notekis, bunga ahamiyat bermaysizlar. Endi uyga borini qildim men. Atak shinomontajga borib, o'sha bir xillarni topsanglar bo'ladi. Yumshoqroq balon topishinglar mumkin. Bu kattaroq lekin. Buni albatta perchatka bilan urishinglarni tavsiya qilaman. Professionallarga ko'rsatyapti emas. Mana aytib o'tganimdek juda tekis chiqqan. Tepasini o'zingizlar xohishinglar bilan qotirib qo'yishinglar mumkin. Shu yergacha mustahkam yaxshi bo'lsa-ki, bu yog'i turaveradi. Bemalol xizmatinglar qilaveradi. Jahlilar chiqqanda shunday kelib turib, 10 ton turib ketsanglar ham o'zingizlarga kelib qolasizlar. Do'stlar, oddiy tavsiya qilaman. Tepsa ham bo'ladi uni. Tagidan ko'rinish. Tagiga mana chiqarib qo'ymaysizlar, o'sha tagida qolish kerak. U ichkarida kimdir kelib mana tagiga tepishi mumkin. Shuning uchun tagiga shayba qo'yasizlar. Sekin matoviy qora kraskada krasak qo'yasiz keyin. Matoviy bo'lsa chiroyli chiqadi. Juda go'zal. Sepish jarayonimizdan tugadi. Matoviy kraska, qora kraska sepdik. Juda chiroyli chiqdi. Xudo xohlasa. Zakazlar bo'lsa olaveramiz. Aytsanglar, deb o'jarga jo'natib beramiz. Bundan ham chiroyli qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, rangli qilishdan iloji bor. Oq, qora, ko'k, qizil qilib har xil qilish ham mumkin. Do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videoga like bosib, podpisatsiya tugmani bosib qo'yasizlar. Mehnat uchun. Tavsiya qilaman, qilinglar. Hech qancha vaqt ketmadi. Juda ham oz vaqt sarflandi. Hamma narsangiz bo'lsa, instrumentlaringiz bo'lsa, juda tezda bo'ladi. Hammalarga omad.